Staten Islandda 10304 zip kodda Verrazano ko'prigiga juda ham yaqin 2018-yil qurilgan uy 2400 square foot ekan. Wow. What a feeling. Bor yo'g'i 815 mingga, maydaroq oilalar bo'lsa bemalol olsa, 3-4 ta farzand bilan mazza qilib yashasa bo'ladi. Bugun shu uyda obzor qilamiz. Qani ketdik. Uyimizni fasadlari zo'r qilingan, ko'ryapsizlar. Mana tepalari ham porch qilib yopilgan, driveway ham juda katta. Bu uyimizni mana kirish qismi, mana o'ng tomonda tualetimiz bor. Bu yer mana katta koridor bo'lyapti. Bu yerga mana kiyimlar taxlaydigan joy qilishimiz mumkin. Mana bu yerda bitta kichkina xonachasi bor, ofis qilib olsak bo'ladi. Bu esa mana ikkinchi qavatimiz. Mana chap tomonda ko'ryapsizlar, powder room bor, ichida laundrysi bilan birga. Oshxona polniy ta'mirdan chiqqan, appliancelar hammasi yangi, kabinetlar, backsplash, toshlari hammasi zo'r. Bu yerga xohlaganingizcha mana ovqat qo'yishingiz mumkin, sharoitlar bor. Bu bo'lsa mana polniy katta zal bo'lyapti. Mehmonlar kutib olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ham kirishga joy bor. Bu esa 3-qavatimiz. Mana bu yerda master bedroom bor ekan, o'zini alohida sanuzli, klozeti bilan birga isitish sovutish tizimi ham yuqori qavat uchun alohida bo'ladi. Bu yana bitta detskiy xonamiz. Bu yoqqa kelsak, yana bitta detskiy xona bo'lyapti. Klozeti bu yoqda va ikkita detskiyning o'rtasida mana bu ajoyib shinamgina vanna qilingan. Buni ham remont qilish shart emas, remontlar yaxshi. Va bu xonadan orqaga chiqsak ham bo'ladi. Bek-yaldimiz razmeri kichkina, lekin normalniy. Orqa tomonda qo'shni yo'q, sal tepalik ketgan. Bu yoqdan ko'rsalaringiz qanchalik yuqorida turganimizni his qilishlaringiz mumkin va u yoqda даже Manhattan ham ko'rinadi. Gap bo'lishi mumkin. 815 mingga zo'r manzara.